Loyihalarimizdan bittasi bu Artikul kabel zavodi. Biz u yerga faqat CRM tizimi emas, boshqa biznes jarayonlarini ham avtomatlashtirib berganmiz. CRM tizimida o'sha mijozlar bilan ishlash jarayoni avtomatlashtirilgan, boshqa biznes protsessda Bitrixdagi smart prosess orqali to'lovdan chiqib ketish jarayoni, o'sha отгрузка bo'lish, ichki dokument оборотni to'liq Bitrixda smart prosess orqali avtomatlashtirib berilgan. Ulardan bittasi men hozir to'lov jarayonini qisqa qilib tushuntirib o'taman. Deylik, oldin qanaqa bo'lgan, qaysidir korxonaga nimadir sotib olish uchun shartnomasi va qo'shimcha KPsini olib turib, qo'l qo'yish tasdiqlashi kerak bo'lgan 8 ta odamni ismlari yozilgan bo'lgan. Har bitta o'sha kabinetga kirib qo'l qo'yilib, ular vaqti bo'lsa qo'l qo'ygan, bo'lmasa kutilgan va qog'ozbozlik umuman qaraganda biza buni to'liq Bitrixda avtomatlashtirib berganmiz. Deylik, Bitrixda murojaat yaratadi. U yerda shartnomasi, kommerskisi, boshqa qaysi korxonaga necha pulligi kiritiladi va zaifga artiladi. Bo'ldi. Qolgan jarayonlar hammasi avtomatik ravishda qadama-qadam o'tadi. Deylik, birinchi etapda shartnoma to'liqligi, ikkinchi o'sha u firmaning bizdan qarzi borligi, shot fakturasi yopilganligi, shartnomani yurist tekshiradi. To'liq u korxona bilan hammasi yaxshi bo'ladigan bo'lsa, eng oxirida uchuvchilar sostav tekshiradi. Ular qo'l qo'ygandan keyin buxgalterga boradi. Buxgalter uni hech qanaqa narsasini tekshirmasdan faqat to'lov qiladi. Chunki u jarayongacha bo'lgan etaplarning o'zida hamma narsasi tekshirilgan bo'ladi. Faqat hamma o'zini ishini qilib turib, qadama-qadam o'sha oxirida to'lov chiqadi. Biza bu loyihani 3 yilcha bo'lib qoldi ishga tushirganimizga. Shu paytgacha biz umuman qaraganda 4 mingdan ortiq chiqish to'lovlari bizning tizim orqali tasdiqlangan.